Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men Ulug'vor Nargiza Shuhratovna. Mikrodars ishim elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etish mavzusida tayyorladim. Bugungi kunda elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etishning asosiy jihatlaridan biri reja asosida amalga oshirilgan bo'lsa, elektron jadval natijalarini vizual diagrammalarga aylantirish usullari, ya'ni raqamli ma'lumotlarni diagramma shaklida taqdim etish afzalliklari, ularning turli diagramma turlari va ularning ma'lumotlar tahlilining roli. Endi elektron jadval natijalarini diagramma shaklida vizuallashtirish uchun asosiy usullar bu ma'lumotlarni tayyorlash, diagramma turlarini tanlash, vizual elementlarni sozlash, ma'lumotlarni taqdim etish usullaridan iborat. Ya'ni elektron jadvallardagi ma'lumotlarni diagramma qilishda oldin ularni to'g'ridan-to'g'ri struktura tozalash samaradorligini oshiramiz. Har bir diagramma jadval ma'lumotlari diagramma formatiga o'tkazish foydalanishning asosiy dasturiy vositalaridan foydalanamiz. Ya'ni Excel, Microsoft Power BI, LibreOffice Calc bu bepul va ochiq kodli dastur hisoblanadi. Undan tashqari turli diagramma turlarini elektron jadval natijalari vizualizatsiyasining o'rni, ma'lumot turi, har bir diagramma turining o'ziga xos ma'lumot vizual tarzda taqdim etadi. Masalan, sektor diagrammasi statistik ma'lumotlarni aniq ifodalash uchun qulaydir. Vizual tushunarlilik, ya'ni diagramma murakkab ma'lumotlar sodda va tushunarli bo'lishi uchun undagi ma'lumotlar shaklida taqdim etishga yordam beradi. Bu esa qaror qabul qilishning osongina soddalashtiradi. Turli diagramma turlarini ilmiy va ta'limiy maqsadlar yo'lida ma'lumotlarni ko'rsatishni yaxshilaydi. O'quvchiga statistik va tahliliy ma'lumotlarni anglashda yordam beradi. Diagramma tuzishda ma'lumotlarning to'g'ri strukturalash va tayyorlash usullari, ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish, strukturalash usullari tayyorlash jarayoni taqdim etiladi. Elektron jadval natijalarini diagramma shaklida taqdim etishda eng asosiy amaliyotlar bu: ma'lumotlarni to'g'ri tanlash, rang va shakllarning samarali ishlashini nazoratga olish, o'qilishi oson dizayn bo'lgan usuldan foydalanish. Undan tashqari, elektron jadval natijalarini diagramma sifatida taqdim etilishning vizual tushunarliligini oshirish usullari, ya'ni ma'lumotlar ranglar bilan belgilash, grafiklar, shakllar va ikonalar, qisqa va aniq sarlavhalardan iborat bo'ladi. Raqamli ma'lumotlarni diagrammalarga aylantirishda aniq va samarali ifodalash imkoniyatlari. Bu aniqlik va moslik, interaktiv raqamli vositalar, vizual taqdimot usullari, ma'lumotlarning tashkiliyligi hisoblanadi. Diagramma turlarining ma'lumot tahlilida o'ziga xos roli va samaradorligi. Ma'lumotlarning vizual roli, turli diagramma turlari, samaradorlik va aniqlik tahlili hisoblanadi. Bugungi kunda shu raqamli ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etishning ta'limiy va ilmiy izlanishlardagi afzalliklaridan biri bu ma'lumotlarni tushunarli bo'lishi, qaror qabul qilishni tezlashtiradi. Ya'ni o'qituv va olimlar uchun qulaylikni kashf etadi. Diagramma yordamida katta ma'lumotlar qanday tushunarli qilish mumkin? Ma'lumotlarni ajratish, vizual qiyoslash va interaktiv va aniqlikni bartaraf etish. Raqamli ma'lumotlar diagrammalarga aylantirish orqali qaror qabul qilish jarayonini soddalashtirish. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish, qarorlarni soddalashtirish. Vizuallashtirilganlikning roli qaror qabul qilishda samaradorlik. Elektron jadval natijalarini turli diagramma turlariga ajratish usullari. Bu diagramma turlarini xilma-xilligi, ma'lumotlarga mos keladigan usulni tanlash. Diagramma turlarini ajratish usullari. Ya'ni bunda diagrammalarni shtab diagramma va ular ma'lumotlarini tushuntirishdagi roli. Ma'lumotlarni tushuntirish, tashqi ta'sir farqlarini ko'rsatish, qaror qabul qilishni soddalashtirish. Sektor diagramma statistik ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish. Ma'lumotlarning vizual ifodasi, diagramma turlari tashkiliy afzalliklarini muhim rol o'ynaydi. Chiziqli va ustun diagrammalar ma'lumotlarni taqqoslash imkoniyatlari. Bunda ma'lumotlarni taqqoslash imkoniyatlari, vizual taqqoslash uchun qulayligi, tahlil va prezentatsiya uchun qulaylik ahamiyatga ega.
Pirogrimma diagramma bu uning ma'lumotlarini anglashdagi ahamiyati, ya'ni ma'lumotlarni tushunish osonligi, vizual ta'sir kuchi, tushuntirish imkoniyati, qaror qabul qilishda yordam vazifalarini beradi. Diagrammaning turlarining tanlovi bu ma'lumot tahlilida eng mos variantni qanday tanlash mumkin. Ma'lumot turiga qarab turib, ma'lumot hajmidan kelib chiqib, ma'lumot maqsadidan kelib chiqib. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, elektron jadval natijalarini diagramma shaklida taqdim etish ma'lumotlarni tushunishni soddalashtiradi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Murakkab statistikalarni oddiy shaklda anglash imkonini beradi. Raqamli ma'lumotlarni vizual tarzda taqdim etish bu ta'lim jarayonini rivojlantiradi. Bugungi kunda raqamli tarzda o'sha ma'lumotlarni diagramma tanlashda ma'lumotlar tabiatiga, hajmiga va maqsadiga e'tirof berish uchun bu juda muhim hisoblanadi va yetkazib beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.